Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunim Zohidjon. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qoratepa qishlog'idamiz. Bu yerda ulkan bochkalar yasashmoqda ekan. 20 tonnali orqamizda turgan bochkamiz. Hozir shu bochkalarni 1 tonnalidan tortib 20 tonnaligacha katta bashnilarga yasab berishlar mumkin ekan. Hozir narx-navolari bilan o'lchamlarini birgalikda ko'rib o'tamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Savol berlar, savol. Murodilla akam bo'lishadi. Bochkalarni yasab sotuvchi osnovatelar o'zlari videoga chiqishni yoqtirishmaydi, shuning uchun uni ovozlarini foydalanadi. Assalomu alaykum aka, hormanglar. Salomat bo'ling. Yaxshimisiz, Zoyjon, tuzimsiz? Ha, rahmat. Zo'r ishlar qo'lingizda. Mana har-harda chiqarib berib turaman videosini. Bu akamiz YouTubedan qimmat sotishmaydi. El qator sotishadi. Tekinga reklama qilib beramiz. Aholi, ya'ni xalq maza qilsin. Murodilla akamdan. Xo'p, mana bu ko'rib turgan bochkamiz aka necha bo'ldi razmeri? Buni razmeri balandligi 2.34. 2.34, ha. Uzunligi 3.75. Uzunligi 3.75. Eni 2.30, 20 tonnali bochka. Ha, zakaz qiladi bir aka. Buyurtma asosida tepada ilgichlarni ham qo'yib qo'yibsiz. Ilgichlari bor, ichida tortmalari bor. Tortmalari, hamma narsa. Uzguni bor, hamma narsa tayyor holatda. Shunday boradi, beriladi. Xo'p, buni materiali qanaqa bo'lyapti? Konteynerda? Tom qismi. Tomlisi. Chunki qalin-a u. Bu qalin bular. Mana ko'rib turganimizdek qalin konteyner tomlisi, chaklarga javob beramiz deyishyapti. Mana bu ko'rib turganlarimiz kashaklari. Har bittasi mana kashaklari bilan ilgichlarni ham qo'yib qo'yishgan, ya'ni manikulyatorlarga yuklab berishadi. Joyingizga chiroyli qilib olib borib berishlari uchun. Hozir tepasini ham ko'rsataman. Mana ko'rib turganimizda tepasida ham eshiklarni qo'yib qo'ygan, oshiq-moshiq bilan. Siz istagan razmerda bundan kattaroq ham eshiklarni qo'yib berishlari mumkin bo'ladi. Mana ilgichlarni ham zakoniylar sorka qilib qo'yishgan. Asosan bu lislariga bog'liq, ya'ni lislari buncha-bunchaga zanglab ketmaydigan 2 qavat, oldi ham, orqasi ham. Shuning uchun kraskaga muhtoj emas. Faqat chaklarini mumlab qo'yilsa bo'ldi. Buyurtma asosida tayyorlab beribdi. Sizga misol uchun dumaloq variant kerak bo'lishi mumkin, avalniy variant kerak bo'lishi mumkin yoki o'zingiz aytgan razmeringizda ham chiroyli holatda bitirib berishlari mumkin bo'ladi. Demak, buni eng asosiy narx-navosi bo'lyapti aka. Bu 15 tonna dedingiz-a? 20 tonna. 20 tonna. 20 tonnali bochkamiz. Narx-navosi qancha bo'lyapti aka bu? 20 tonna qilib xuddi mana shu holatda qilib beradigan bo'lsak, tayyor holatda qilib 15 million so'mdan qilib berdik mana shu. 15 million so'mga mana shu holatga tayyor bo'ldi. Yo'l kirasi alohida. Yo'l kirasi alohida. O'zlab keta olaman degan. Bundan kattaroq ham yasab bera olasizmi? Ha, bundan 25 tonna, 30 tonnali yasab bera olamiz. Mana bunaqa bochka bu territoriyada men mana o'zim ko'rib yuribman, juda kamdan kam yasaladi. Ya'ni hamma ham yasavermaydi bu bochkani. Mana har xil bochkalar yasab qo'yishdi, qolganlarini ham aytib o'tamiz. Aka, endi 1 tonnalardan boshlasak. 1 tonnali bochkamiz qanaqa bo'lyapti narx-navosi? Hozir bu yerda uchratmadik-a? Ha, bu ichkarida 1 tonnalilarimiz bor. Bu yerda hozir 1 tonnalilarimiz 1 million so'mda, usti yopig'i. Usti yopiq 1 million so'm. Mana shu holatda bo'ladi, shuni yarim. Ha, xuddi shu yarim bo'ladi. Xo'p, 1 tonnalilar 1 million so'm. 2 tonnalilar qancha bo'lyapti? 2 tonnalilar 1 million 600 ming so'm. 1 million 600 ming so'm. Mana ko'ryapsizlar, chaklarini mumlab ajoyib qilib borka qilib qo'yishgan. Xudo xolasa effekti zo'r. Mana bovlarini ham ko'rganimizda konteyner dochkasidan qo'yib qo'yishgan. Sifatlari ajoyib holatda, o'zlari javob beradi. Xo'p, 3 tonnalar qancha bo'lyapti aka? 3 tonnalilar 2 million 100 ming so'm. 2 million 100 ming. Usti ochiq 1 tonnachi? Usti ochiq 800 ming. Usti ochiq 1 tonna 800 ming. Usti ochiq 2 tonna? 2 tonna 1 million 400 ming. 1 million 400 ming so'm. Bundan tashqari, siz istagan razmerda ham, misol uchun 4,5 tonna yo 5 tonna kerak bo'lishi mumkin. 5 tonna ham bor. 5 tonnalar qancha bo'lyapti aka? 3 million so'mdan sotyapti. 5 tonnalar 3 million so'm, super narx. 5 tonnalisini 4,5 million 800 ming so'm eshitdik. Mana eng arzoni Murodilla akamdan ko'rdik. Mana 5 tonnali bochkamiz 3 million so'mga baholanmoqda ekan. Bundan tashqari bu yerda konteyner pollari ham bor ekan. Qancha bo'lyapti kvadrat aka? 120 ming so'mdan kvadratga xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari bochkalarda ichiga o'sha uzgonni bonus bo'ladi. Ha, uzgon. Ya'ni xotiradigan turba qo'yib berasiz, ha? Yana nima qo'y? Eshiklarni misol uchun aytgan razmerda qilib berishingiz mumkin. Ichiga bitta suv anaqa kerilib ketmasligi uchun tortmalar berib qo'yiladi. Ha, kashak berib qo'yiladi. Ya'ni suv ichiga kuyganingizda u yoqqa bu yoqqa o'ynamasligi uchun kashaklarni ham qo'yib qo'yishgan albatta. Xo'p, bu akamiz bilamiz, yurak baquvvat usta, ya'ni uncha usta qilolmaydigan ishlarni ham men qilaveraman deb cho'tkilab shu paytgacha bitirib tiliga javob berib kelishyapti. Shuning uchun men tavsiya qilib qolaman sizlarga. Bilasizlar, kanalda faqatgina ishiga va narxiga qulay bo'lgan ishxonalar sexlari chiqarib boramiz. Nasib qilsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, albatta yaxshi narxlarda ishlarni chiroyli qilib bitirib berishadi. Aka, bu nechta tonnali bochka?
Bu tonnali bu. 4,5 tonnali bochka. Narx-navosi qancha? Buniki 2 million 600 ming so'm. 2 million 600 ming so'mga baholanib ko'ryapsizmi? Katta bochka, 2 million 600 ming, narxi yaxshi. Lislari eng toza lislardan foydalanishadi albatta. Konteynerda qalin, tomlisidan ikkilik bo'ladi. Vodiy bo'ylab bo'lsa, o'zlarida ham Labo avtomobillari bor. Qulay narxlar tashlab qo'yishlari mumkin bo'ladi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, qolgan ma'lumotlarni pastda telefon raqam qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilsangiz albatta Murodjon akam bo'lishadi. Zo'r narxlarda qilib beradi. Tursunov Zohidjon kanalidan oldik desalang, chegirmalari bor ekan albatta. Videoga like bosishni va shunaqa bochka so'rab turgan akalarga, chorvador akalarga videoni ulashib qo'yish esdan chiqarmang. Siz bilan men Tursunov Zohidjon bo'ldim. Keyingi videomiz albatta siz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat barchaga.